Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Ketdi aka. Aka ketdi davomi. Yunusobod 19. 3-podyezdgami? Ha, qayerdan bilasiz aka? O'zim taxmin qildim. Podrazdelniki buning? Sevgan qizingizmi aka? Ha, sevishimiz anchadan beri. Ne tinchlik? Yo, o'zi. Haydi endi aka. Qo'lidan ushlaganmiz aka? Qanday ushlayman aka? Faqat qo'lidan ushlayman. Ha, yo'q. G'alati savollar berar ekansiz. Aka, mashinangizni haydasangiz bo'lmaydimi? Aka, oxirgi savolim. Hop. Kechasi telefonda gaplashib chiqasizlarmi? Qanday kechki payt ertalabgacha gaplashamiz, nima? Shu uchun tushunmayman ekanda. Tushunmadim. Nima, yo hech narsa? Nima deyapsiz aka? Sizga nima qizig'i bor-ku bu qizim bilan qachongacha gaplashaman, nima qilaman? Unaqa o'zicha menga uni adashini qilib tashlamang aka. Men Saidani qo'shnisiman. Pasta magazinda savdo qilaman. 1 oy oldin sifat shirinliklardan olib ketuvdi uyimizda o'tirish deb qarzga. Haligacha bergani yo'q. Bu yuribdimi aytsam bilan layli o'ynab, romantika o'ynab. Tushunmadim men. Sen hali sen to'yda oldin qarz buyursanmi? Men qarzi bor qizlar bilan hayotimda gaplashmayman. Noto'g'ri tushunasiz. Zatkini Sayi bo'ldi, men tushundim o'sha. Voy, to'xta, qatga? O'zingni o'chir, davay, Sayi. Boshini cho'y qursin yo'lmasdan o'tirishini qara. Topgan yigitingni qara. Bir og'iz qarzini o'zim to'layman ham demadi. Ana kelyapti. Aka, Ha. Chilonzorgacha olib keting aka. Qarzini bermaysanmi qizingni? Bir so'm pulim yo'q aka, orqadan emas, oldingizda o'tirib ketaman. Men uni oldida o'tirib ket, skorishda o'tirib ket. Pas. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü.